Endi eng muhim qismlardan biri bu. Mana kontakt подписан na Telegram kanal или группу. Bizni xohlayotgan odam Telegram yoki gruppaga подписка qilganmi yo'qmi tekshirib, keyin u xohlagan narsaga dostуп beramiz. Buning uchun mana shu ochgan botimizni Telegram kanalga mana shu botni admin qilib qo'yasiz. Va admin qilib qo'ygandan keyin mana bu yerga o'sha bot chiqadi. Mana men hozir ikkita kanal ochganman. Bittasi Bot Place kanali va yangi подписка kanalini ochdim. Подписка kanalini ochib, deylik siz ham xuddi shunaqa kanal ochasiz va kanalni ichiga shu botni, ya'ni qanaqa bot ochgan bo'lsangiz, o'sha botni olib admin qilib qo'yasiz. Keyin mana bu yerda ro'yxatda chiqadi. Nechta kanal qo'shmoqchi bo'lsangiz, hammasini o'sha botni admin qilib chiqasiz. Mana endi bu kanalga tekshiramiz. Ya'ni подписка kanal ochganman. подписка kanaliga подписка qilganmi yo'qmi tekshirasan va u подписка qilgan bo'lsa bu xabarni berasan, подписка qilmagan bo'lsa bu xabarni berasan deb shart qo'yamiz. Endi bu shartni men tayyor qilib qo'yganman hozir. Mana start tugmasini bosgandan keyin mana bu yerga shartga ham kiritib qo'yamiz. Mana buni tanlaysan deymiz. подписка kanalini tekshirib dostуп beradi. Agar подписка qilmagan bo'lsak, bizga подписка qilgan deydi. Agar qilgan bo'lsak, to'g'ri degan javobga olib o'tadi. Endi startni bosamiz. Xo'p, kanalga подписка qil deyapmiz. Hozir men kanalga подписка qilmaganman. подпискani tekshirishni bosamiz. Mana xato deyapti, chunki men kanalga подписка qilmaganman. Xo'p, endi kanalga подписка qilishim uchun bu knopkalar ostiga kanaldan link olib qo'yishim kerak bo'ladi. Linkni olib botga kiritib qo'yamiz, ya'ni bizga dostуп berishi uchun. Xo'p, linkni oldik. Endi linkni mana bu yerga qo'yamiz. Mana tak. Ссылка va ссылкani qo'ydik. Сохранitni bosamiz. Mana kanalga bosdik. Biz bu yerda nafaqat bitta kanal, bir nechta kanalni ham qo'yib chiqishimiz mumkin va tekshirishimiz mumkin hamma kanalni. Va buning uchun shartda barcha kanallarni xuddi shunday qilib admin qilib chiqasiz. Ya'ni sizda 3 ta kanal bo'ladigan bo'lsa, 3 ta kanalga ham admin qilasiz botni va shartlarni qo'shib chiqasiz. Deylik, mana bu ikkinchi blokni ham xuddi shunday qilib qo'yamiz mana. Telegram kanalini tanlaymiz va Bot Place, ya'ni shu ikkita kanalga подписка qilgan bo'lish kerak. Keyin biz unga dostуп beramiz. Va yuqorida shart chiqadi. Nima shart desangiz, выполняется все условия одновременно deyapti. Ya'ni o'sha odam hamma kanalga, biz xohlayotgan hammasiga подписка qilgandan keyin shartimiz haga o'tadi. Agar yo'q, hech bo'lmasa bittasiga подписка qilsin desangiz, mana buni tanlaysiz. Agar men подписка kanaliga kirgan bo'lsam va Bot Place kanaliga kirmagan bo'lsam ham han olaman, yoki bunga kirib bunga kirmagan bo'lsam ham han olaman. Mana bu blokni tanlagan bo'lsam, ikkalasiga ham подписка qilishim kerak. Mana buncha tushundingizmi? Endi startni bosdik. Men hozir подписка qilmaganman. Endi подпискani tekshiramiz birinchi. Yo'q deyapti, подписка qilgan deyapti. Endi men hozir kanalga kiraman, mana va подпискani bosaman. Bosdim. Kanalga qo'shildim. Endi ortga qaytaman-da tekshirishni bosaman. Tak, bu yerda tekshirishdan oldin xato qilibman, qaranglar. Tekshirish bo'lgandan keyin tekshirishni borku, mana bu yerga ulab qo'yasizlar mana. Ya'ni hozir tekshirish knopkasi pustoy bo'lganligi uchun menga bu xato yana qaytib keldi. Mana tekshirishni olib, mana bu uslovga ulab qo'yaman. Endi tekshirishni bosaman va tekshirish meni yana shart qo'yib boradi. Shartda men javob beradigan bo'lsam, meni nima qiladi? Ha degan dostupga, ya'ni to'g'ri degan xabar yuboradi. Men hozir ham Bot Place kanaliga hozir подписка qilganman, уже men u yerda borman, lekin bu kanalga endi qo'shildim. Ikkalasi ham hozir bir vaqtning o'zida ishlayapti. Endi buni qayta tekshiramiz. Buning uchun tekshirish tugmasini bosaman. Keyin shuni o'z chistga beramiz. Startni bosaman. Mana подпискani tekshirishni bosaman. Mana to'g'ri deb chiqdi. Chunki men уже barcha shartlarga javob beryapman. Tushundingizmi? O'z mana blogdan bossam ham ishlar edi, chunki tekshiruvga bu yoqqa yuboradi.